Ogoh bo'ling. Ob-havo haqida shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. O'zgidromet 4-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi, 10-12 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 28-30 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi.